Mening bu murojaatim maktabgacha va maktab ta'lim vaziri E'zoz Karimovga. Maktabni bitirganimga 14 yil bo'ldi. Bizning maktabimizda avvallari haftada bir marta yo'l harakat qoidalari degan darslik o'tilardi. Lekin hozirgi kunda avtotransport vositalari juda ham ko'p, bu darslik esa yo'q. Buni sababini tushuna olmayapman. Men so'ramoqchi bo'lgan narsa shundaki, bolalarga hozirgi kunda haftada bir marta bo'lsam yana yo'l harakat qoidalari degan darslik o'tirsa, bolalar bilan bog'liq sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari ozroq bo'lsa ham kamayadi. Chunki bu narsa bevosita faqat haydovchiga emas, bolalarga ham bog'liq. Ular to'satdan yugurib chiqib ketib qolyapti. Svetoforning taxlov chirog'ida ham yugurib ketib qolyapti. Shu sababdan har doim haydovchini aybdor qilib bo'lmaydi. Shunday ekan, bu narsaga barcha ota-onalar va mas'ul xodimlarimiz birdek javobgarmiz. Maktabgacha va maktab ta'lim vaziri E'zoz Karimovdan shuni so'ragan bo'lardim-ki, maktablarimizga yana haftasiga bir marotaba bo'lsa ham yo'l harakat qoidalari degan darsni joriy qilsak, bolalarimizga foydali bo'ladi hamda ota-onalarga. To'g'ri, ota-onalar o'rgatish kerak, avvalambor, lekin ko'pchilik ota-onalarimiz ro'zg'or, ish tashvishlari bilan bu narsani uddasidan chiqa olmayapti. Shunday ekan, oddiy bir jamoatchilik faoli sifatida maktabgacha va maktab ta'lim vaziridan shuni so'ragan bo'lardim. Yana maktablarimiz darslariga yo'l harakat qoidalari degan darslikni qaytarishingizni so'rayman.